Kanalim yangi, arzonroq qilib aytsangiz qo'yamiz aka. Sizni kanalingizdan ko'rib keldim deganlarga 1 million so'm skidka qilib, buni 500 ming so'm skidka. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Taqvo Media obunachilari. Xohlasa sizlarga gollarimizni obzorini qilib o'tamiz. Spanli bo'ladigan ham spanli bo'lmaydigan gollarni obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, ushbu videomizdan 2 million 700 ming so'mga gol va xarid qilishingiz mumkin. Videomizni oxirigacha ko'rsangiz, kasishligini oxirida ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasa biz obzorimizni boshladik. Nomi kanalga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Obzorimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasa biz video obzorimizni boshladik usta akamiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum usta aka. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Andijon jahon bozoridan mebellar narx-navotlarini tanishtirib boramiz. Aha, xo'p. Navbatdagi mebelimiz. Aka bo'lmasa boshladik shu ishimizdan. Xo'p. Material nima aka buni? Ichida yog'ochi, boshqasi. Materiallari moshi material deyiladi. Kompakt prujinada qilinadi. Dastlabki materiallarda 6 dona bolishlari bor. Xo'p. Razmeri 330 ga 230. Aha. Ikkita tabrutkasi. Pufigi bor, ikkita pufigi bor. Ikkita pufigi bor. Aha. Qonuni razmeri nechiga necha aka bu? Qonunni razmeri 180 ga mayog'i 90 bo'ladi. Ha, 180 ga 90. Xo'p. Bu spanli bo'ladimi, bo'lmaydimi aka? Spanli bo'ladi. Aha. Mana mini ochiladi. Aha, xo'p. Narxi qancha aka buni? Narxi 5 million so'm. Yo'q, aka, unaqa narx to'g'ri kelmaydi. Kanalim yangi. O'zi video boshida ham aytib o'tdim. Unaqa narx bo'lmaydi aka. Arzonroq qilib aytsangiz qo'yamiz aka. Sizni YouTube kanalingizdan chiqib kelgan odamlarga 500 ming so'm skidka narxi 4,5 million so'mga. Taqvo Mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa 4,5 million so'm qilib berasiz aka. Taqvo Mebeldan chiqdim desa 4,5 million so'mga. Endi bu mana boshqa gap aka. Xo'p. Meni obunachilarim hali qisqa obzor qilishdi. Qisqa obzor qilsa, shunisi yoqadi obunachilarimga. Xo'p, shuning uchun tezda tanishtirib o'taveramiz. Bekorga telefon nomeringizni yozib qoldirmaymiz hozir. Qolgan ma'lumotlarda siz o'z aloqaga chiqib kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa olaveradi aka. Xo'p, buni razmerini aytib qo'ying aka. Buni razmeri 430 ga Aha. 230. Xo'p, ichida yog'ochi nima aka buni? Ichidagi yog'ochi teradan bo'lgan. Bu ham kompakt prujinada bo'lgan. Xo'p, 4 ta pufigi bor ekan. Xonini razmeri 275 ekan, adashmasam. 275 ga 90 bo'ladi. 90. Xo'p, bu ishimizni narxi qancha aka? Bu ishimizni narxi 5,5 million so'm. 5,5 million. Yo'q, aka, sal kamini qilib aytmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Sizni kanalingizdan ko'rib keldim deganlarga 1 million so'm skidka qilib, buni ham 4,5 million so'mga qo'ydim. Bo'ldi, rahmat aka, shunchalik chegirma qilib beryapsiz. Xo'p, bu ishimizga o'tadigan bo'lsak, bu ishimiz hozir juda ham trendga ketayotgan, juda ham ommalashib borayotgan mebellardan biri bo'ladi. Aha. Xo'p, usta aka, buni ham yog'ochi yog'och terami? Aha. Sasna desa sasna ham qo'yib beramiz. Sasna qilib beramiz. Sasna bo'lsa 500 ming so'm raznica bo'lib qimmatlashadi. Bunda ham mana 14 kishi o'tiradi, 430 ga 230. Xo'p. Xonlarning razmerlari 275 ga 90 bo'ladi. Oxirgi narxini aytavering aka. Oxirgi narxi 5 million so'mga qilib beramiz. Oxirgi narxi 5 million. Undan o'tadigan joyi bormi, yo'qmi? Buni o'tadigan joyi mayli kanalingizdan ko'rdim keldim desa bunga ham 500 ming so'm. Bo'ldi, usta aka, rahmat. Dastavkalar qayerlarga bor? Dastavkamiz vodiy bo'ylab kelishgan narxda qilib beramiz. Xo'p. Xo'p, keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsak, hozir O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor aka. Xo'p. Bu ishimizning narxi qancha aka? Bu ishimizning narxi 6 million so'm. 6 million so'm. Yo'q, aka, boshda aytdim-ku, kamini qilmasangiz bo'lmaydi. Obunachilarim mendan ketib qoladi, atpiska qilib. Bunga ham aksiya qilamiz. Xo'p. Sizni kanalingizdan ko'rdim deganlarga. Aha. Mana bunaqa tagida polkalari bor, mana bunaqa endesli, chiroyli xonalari bilan, bunaqa pufilari ham katta pufilari bor. Boshlar mana bunaqa endesli ishimizni juda ham mustahkam. 5 yillik garantiyalari bilan 5 yillik garantiyasi bor. Endi misol uchun nimasi material yirtilib qolishi mumkin yoki boshqa materiali servis xizmatimi nimasi endi 5 yil garantiya. Garantiya degani, garantiyamiz biz buni korpusiga garantiya beramiz. Chunki materialiga yoki boshqa narsalariga garantiya berilmaydi. Garantiya beriladigan narsasi korpus hisoblanadi. Chunki korpusni o'zimiz qilamiz.
Mana material, machalka, narsalar hammasi Xitoydan keladi. Aha. Ularga ham garantiya beramiz, ularga faqat 1 yil. Xo'p. Lekin korpusiga 5 yil garantiya Hop, beramiz. buni yog'ochi nima aka? Buni yog'ochi, buniki ham terak. Terak. Unda yana kamini qilib berasiz unaqa terak bo'ladigan bo'lsa. Kamini qilib beramiz. Siz kanalingizdan ko'rib keldim deganlarga 6 million emas, siz kanalingizdan kelganlarga 1 million, 5 million. 5 million so'm. Xo'p. Hop, videomiz boshida aytib o'tdik, 2 million 700 ming so'mga uyg'onib xarid qilishlari mumkin deb. Hop. Ko'rishlari mumkin. Hop, buni materiali nima aka? Buni materiali moshi material. Yog'ochi bo'lsa? Yog'ochi sasnada. Yog'ochi sasna. Aha. Mana spinalari rossiyskiy machalkalarda bo'lgan, mana o'tib cho'kmaydi, mana qattiq bo'lib. Plotnisi necha aka buni? Plot 22 plot. Plot 22 plot. Hop. Narxiga keladigan bo'lsa aka? Narxiga keladigan bo'lsak, mana xonalari bilan birga ikkita pufiga mana shu komplekt holatda 2 million 700 ming. 2 million 700 ming so'm. Aksiyaga xuddi shu mebellardan 10 dona qo'yamiz. Hop. 10 dona qo'yamiz. Aksiyada ulgurib qolishlarini so'raymiz. Hop, agar taqvo mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa ham takrorlab aytaman. Undan ham o'tib berasiz aka. Barakasiga undan ham o'tib beramiz. Xo'p aka, rahmat. Xo'p, agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat hammanglarga. Usta aka, sizga ham katta rahmat. Rahmat.